Ramazon ezgulik va xayr-ehson oyi. Bu oyda saxovatpesha, rahmdil insonlar savob umidida atrofdagilarga yaxshilik ulashishga intilishadi. Biroq bu ezgu amallardan g'arazli maqsadlariga erishish maqsadida foydalanayotgan shaxslar yoki jinoiy guruhlar borligini aslo unutmaslik kerak. Ogoh bo'ling. Firibgarlar internet orqali insonlarning hissiyotiga ta'sir qilish maqsadida ko'z yoshli murojaatlar, qiynalgan insonlar, abgor holatdagi yosh bolalarning video tasvirlarini joylashtirib, ehson, xayriya qilishni so'rab, karta raqamlarini tarqatishmoqda va undan tushgan mablag'larni o'zlashtirishmoqda. Asosan G'azodagi musulmonlarga yordam berishni niqob qilib olgan bu kabi qo'shtirnoq ichidagi xayriya fondlariga turli miqdorda pul yuborib, firibgarlarga aldanib qolayotgan yurtdoshlarimiz va xorijdagi o'zbeklar tomonidan huquqni muhofaza qilish organlariga ko'plab murojaatlar kelib tushmoqda. O'z navbatida Ichki ishlar vazirligi hamda boshqa mas'ul idoralar hamkorligida olib borilgan surishtiruv ishlari davomida terroristik tashkilotlar tarafdorlarining norasmiy manbalariga ehson sifatida mablag' yuborish bilan bog'liq holatlar qayd etildi. Jumladan internetdagi murg'ak qalblar, saxovatli qo'llar kabi jamg'armalar Suriyadagi Tavhid va jihod katibasi xalqaro terroristik tashkiloti a'zosi Qirg'iziston fuqarosi Usmonov Abdulmuhsinga tegishli ekanligi ma'lum bo'ldi. 2016-yildan buyon Suriyadagi xalqaro terroristik tashkilot safida harakat qilayotgan ushbu shaxsga Qirg'iziston huquq-tartibot idoralari tomonidan qidiruv e'lon qilingan. Bundan bexabar ayrim yurtdoshlarimiz ushbu shaxs va uning jamg'armalariga pul yuborib, terrorizmni moliyalashtirishda ishtirok etgan. Shuningdek, Janubiy Koreya davlatida terrorizmni moliyalashtirish bo'yicha hibsga olingan O'zbekiston fuqarosi internet tarmog'ida Charity va boshqa shu nomga o'xshash bir nechta kanal va guruhlar orqali Falastinga yordam niqobida xayriya pullarini yig'ib, ularni Suriyadagi xalqaro terroristik tashkilot a'zolariga yuborish bilan shug'ullangan. 2025-yil davomida bu kabi terrorizmni moliyalashtirish bilan bog'liq o'nlab holatlar aniqlandi va ularga nisbatan Jinoyat kodeksining 155-3-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qonuniy choralar ko'rildi. Hurmatli fuqarolar, internet orqali qiynalgan va ehson muhtojligini namoyon etayotganlarning chaqirig'iga aldanmang. Internetdagi har qanday jamg'arma, xayriya, yordam kabi e'lonlarga ishonmang. Ehsonni O'zbekistonda rasmiy faoliyat olib borayotgan vaqf va boshqa rasmiy jamg'armalarga yuboring. Ogoh bo'ling. O'zingiz bilmagan holda terrorizmni moliyalashtirishda ishtirokchiga aylanib qolmang. Unutmang, qonunni bilmaslik javobgarlikdan xalos qilmaydi.